Navbatdagi dastavkalarimizni o'z egalariga chiqarib beryapmiz. Audi R8 Spider mashinasi bo'ladi. 4 tasidan yig'ib qo'yganmiz. Ikkita qora, ikkita sariqdan. Mashinamizning dizaynlariga o'zingizga qoldirib qo'ying. Old faralar leddan bo'ladi, old orqalari. Ustroy haqiqiy mashina kraskasi sepilgan. Balonlari yumshoq bo'ladi. 5 ta motorchili bo'ladi. 24 voltda harakatlanadi. Nomer prava texpasport bantilari bilan tayyorlab qo'yganmiz. Mashinamizning kapotlari ochiladi. Ikkita akkumulyator baravar ishlaydi. Bezasini o'tkazganda eng kamida 2,5-3 soat atrofiga bemalol yetadi. Sidinlar kojinli bo'ladi. Sidina kojilari ham yaxshi kojinlidan ishlatilgan bo'ladi. O'zining komplektatsiyasi, pult upravleniyasi, zaryadka ustroysasi, dokumenti chiqadi. Dokumentida ham yozib qo'yilgan 100 kilogacha ko'taradi. 6 yoshning tepasiga deb. Bu mashinamizni o'zida akkumulyator alohida zaryadka qilish uchun gnizdolari bo'ladi. Mashinamizning salon ko'rinishi kalt zajiganali bo'ladi, kalt zavod bo'ladi, sport kontrollari. Mashinamizning eshik ochilishlari, eshiklar shunday katta ochiladi. Bu mashinamizda ikkita 8 yoshgacha bola bemalol o'tirib tushsa bo'ladi. Даже 12 yoshli bolalar ham o'tirib tushdi. Ko'rinishiga o'zingiz qoldirib qo'yinglar. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul.